Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, aziz vatandoshlar. Mana inshaalloh navbatdagi darvozamiz ham o'rnatib bo'ldik. Xo'sh, bu darvozamizni Farg'ona viloyat So'x tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Razmerlari yana 4 metr, balandligi 340 razmerda bo'ldi. 2 qavatli darvozamiz. Yaqindan bir materiallari va o'zini holatini ko'rsatamiz. Stoykalarimiz 8 ga 8 ikkilik stenada bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4 1.7 lik stenada. Taglar avtomobil o'tadigan joylari shiviller bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4 1.7 lik stenada. Listlarimiz 2 lik list, ustiga cho'tir list bosilgan. Mana chekalarigacha o'sha vibrali holatda bo'lgan bu darvozamiz. Zamoylari zubr zamoy bo'ldi. Orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, 2 qavat holatda bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz orqa ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Agarda yo'q, menga 3 qavat bo'lsin deydigan bo'lsa, orqasi tekis holatda bo'ladi. Buni ham narxlarini bir tanishtirib o'tamiz. Zamoylari shu zakazga qarab qilib berilaveradi. Egasi zubr zamoy qo'yib bering deganlar uchun zubr zamoy qo'yib berildi. Xo'sh, bu darvozamiz mana shu ko'rib turgan holatdagi narxi 1.400.000 so'mdan kvadrati. Bu darvozamizni 1.200.000 so'mdan 1.700.000 so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. Xuddi ko'rib turgan materialda bo'ladigan bo'lsa 1.400.000 xolat. Agarda shunchalik variantda qilib bering deydigan bo'lsa 1.700.000 so'mgacha chiqadi, 3 qavat holatda bo'ladi. Ekrandagi nomerga telefon qilsalaring bir qator ma'lumotlari, materiallari haqida sizlarga narx-navosini tushuntirib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lganlar o'ng tomondagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.